Agar manzilda adashmasdan kelgan bo'lsak, bino chindan ham buzilish arafasida bo'ladi, og'a. Bilmadim. Muhsin sherif o'tkazgan pullar nuqtasini fosh qilib shu yerni aniqladi. Buziladigan binoga ko'p sarflashibdi Jahid. Og'a pastki qavatda ham tok o'tkazilgan, ishlab turibdi. Izlarni topdik, ketdik. Ariel. Taxmin qilishim kerak edi. O'ljani qo'limizdan chiqardik. Haliyam issiq. Qanday qilib fosh bo'lding? Tez harakat qilishga majbur edim. Yana shunaqa syurprizlar qiladigan bo'lsang xabar bergin. Men syurprizlarni sevaman. Bomba. Og'a!
Tinchlikmi? Metaning dardi nima ekan? Osiyo xonimni so'radi. U bilan ishlamoqchiligini aytdi. Meta sira o'zgarmagan. Yusuf bilan Kenandan keyin endi Osiyo bilan yaqin bo'lmoqchi. Maqsadi oilamizni arqonlarini mahkam ushlab qolish. Afandim, balki bu haqda Osiyo xonim bilan gaplashishingiz kerakdir. Bunga sira hojat yo'q haq. Osiyo aqlli ayol. Metaning niyatini tushunsa kerak. Aytgancha, Azri kompaniyadami? Agar shu yerda bo'lsa, yonimga kirsin. Albatta afandim, ijozatingiz bilan. Judayam issiq. Voy. Bu yerning yana ochiladigan joyi yo'qmi? Biroz havo kirsin. Nihoyat keldingiz. Joyimda zo'rg'a turibman. Raskolniyni sen bilan ishi bitdi. Nega kelding? Raskolniyniki bitgan bo'lishi mumkin, ammo Husnoning ishi bitgani yo'q. O'rtamizdagi muammoni olishib hal qilamiz. Raskolniy seni sazayini sindirmaydi. Lekin suyaklaringni sindiradi. Bo'ling. Kutyapman. Buni joyidan turg'izib hayda Dmitriy. Sira ovora bo'lmang, o'zim turib oldim. Tabriklayman. Qiz boladan yaxshi urisharkansiz. Qani? Obbo. Hay, to'xta! Meni ismim Telba Husno. Buni joyidan turg'iz, Dmitriy. Ushbu film Ria Play platformasi buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girilgan. Eng yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Meni chaqirgan ekansiz. Kel. O'tir, marhamat. Sendan bir masala bilan shug'ullanishingni xohlayman. Eshitaman, afandim. Men uchun nikoh shartnomasi tayyorlashingni xohlayman va uni advokatim sifatida Osiyo xonimga olib borasan. Ishingizga aralashmoqchi emasman, lekin avval sizdan bilgani to'g'riroq bo'lmaydimi? Osiyo xonim buni to'g'ri tushunishiga sira shubham yo'q. Shuning uchun sendan odatiy bir shartnoma tayyorlashingni va uni o'ziga yetkazishingni xohlayman. Bu ishni eng go'zal tarzda hal qilishingga ishonchim komil. Siz qanday ma'qul ko'rsangiz shu, afandim. Men darhol tayyorlayman. Tashakkur. Anadolu xonim noyob o'simliklar to'g'risida ancha narsani gapirib berdi, og'a. Hech bo'lmaganda biror narsalarni o'rgandingmi? Hozir gapirib boshingizni og'ritmay, lekin o'rgandim hisob. U so'ragan narsalarni topa olasanmi? Topishga majburmiz, og'a. Kechiktirma. Aks holda u kutolmay o'zi izlashga tushadi. Xo'p, og'a. Ertaga birinchi ishim shuni hal qilish bo'ladi.
kelibsan. Salom kutirib qo'ymadimmi? Men ham hozirgina keldim. Marhamat, o'tir. Xush kelibsiz. Taomnoma kerak emas, oddiy turk qahvasi bering. Yaxshi. Bu oqshom menga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Telefonda muhim deganingga qiziqib qoldim. Fehmi Bey qancha erta imzolansa, shuncha yaxshi bo'lishini aytdi. Nimani imzolashimni xohlayapsiz? Nikoh shartnomasi. Siz uchun kutilmagan ish bo'lganini taxmin qilyapman. Xohlasangiz moddalarni o'qib chiqishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, javob berishga tayyorman. Ruchkang bormi? Ruchka? Ha, bor albatta. Qayeriga imzo qo'yishim kerak? 2 alohida sahifada ismingiz yozilgan joylarning ostiga. O'qib chiqmaysizmi? Shart emas. Men Fehmiga ishonaman. Bunchalik oson bo'ladi deb o'ylamagandim. Buning noto'g'ri joyi yo'q. Shunday katta oilaning bir qismi bo'lishning o'ziga xos shartlari bor. Umid qilamanki, bir kun kelib Yusuf bilan xuddi shu narsani sen ham boshdan kechirasan, Azra. O'shanda meni yaxshiroq tushunasan. Uzr. Eshitaman o'zim. Yaxshi. Boshqa masala bo'lmasa men ketishim kerak. Yo'q, katta rahmat. Xayrli kech. Yaxshi boring. Biroz yaxshisiz degan umiddaman. Raskolni anchadan beri bunaqa kuchli zarba yemagandi. Iltifotingiz bilan meni taltaytiryapsiz. Ana ayronlarimiz ham keldi. Raskolni ayron ichmaydi. Qarang, ayron shifo baxsh. Iching iltimos. Yoki meni ranjitasizmi? Yomon emas. Endi oramizdagi masalani haqqoniy tarzda yechganimizga ishonaman. Masala oxirgacha yopildi. Ijozatingiz bilan men endi ishimni boshiga qaytay. Sizga xayrli kun tilayman. Kenan Bey, uchuvchisiz parvoz vositalari bo'yicha ishlab chiqarish hisobotlari kelibdi. Muhimligini aytganingiz uchun shaxsan o'zim berishni istadim. Minnatdorman. Keling, o'tiring, biroz suhbatlashamiz. Sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Marhamat. Bobom Vahab Ko'zozade. U bilan juda yaqin edingiz. Hatto ba'zan sirlarni dadamdan ko'proq siz bilan baham ko'radi deb o'ylardim. Shuning uchun hislaringizga ishonaman. Bobom meni yaxshi ko'rarmidi? Bu nima deganingiz, Kenan Bey? Bobongiz Yusuf Bey bilan sizni hayotdagi hamma narsadan ustun ko'rardi. Ammo aniqki, Yusufni ustunroq ko'rgan ekan. Nega bu xulosaga keldingiz bilmayman-u, ammo juda noto'g'ri o'ylayapsiz. Shunday bo'lganda o'z ismini sizga bermasdi. Kenan Vahab Ko'zozade. Ehtimol haqdirsiz.
Sizga bir sirni aytaymi? Menimcha, bu oilada Vahabbeyga eng ko'p o'xshaydigan inson sizsiz. Masalan, xuddi bobongizdek nihoyatda sovuqqon va uddaburonsiz. Ba'zan sizga qaraganimda, qarshimda Vahab Ko'zozadeni ko'raman. Buni sir sifatida saqlamasangiz, boshingizga balo bo'lishini bilasiz, to'g'rimi? Siz sir saqlashni yaxshi bilasiz, axir. Xuddi bobongiz kabi. Eshitaman. Tushundim. Men uchun qulay. Sal turib yo'lga chiqaman. Ketyapsizmi? Ha, muhim ishim bor. Ruxsatingiz bilan, unda men ham mashinangizni olib kelishlarini aytay. Xavotir olmang. Bundan buyon sirdoshmiz. Raskolnik hayotga qaytdi. Pusat ketyapti. Ketdik. Yaxshimisan, Raskol? Kim bular? Sen shu yerda qol. Hozir aniqlayman. Demak sensan. Seni oldin ham ogohlantirgandim. Istanbulga 2 rus ko'plik qiladi. Sherik, sen qayerlarda qolib ketding? Men Andrey. Tulki!
Raskolnikni menga bera bilar. Bo'pti, uni senga beraman. Qayerdaligingni ayt. Po'lat Alemdarning eski ofisida kutaman. Hamma tayyorlansin. Bu oqshom makonning ochilishini nishonlaymiz. Ruxsat bersangiz, bundan buyog'iga men sizga hamrohlik qilaman. Sen ortga qayt. Kerak bo'lsang o'zim seni chaqiraman. Xo'p bo'ladi, afandim. Kenan Kuzuzade, xush kelibsan. Xush ko'rdik. Istanbul stansiyam senga yoqdimi? Qoyil maqom. Ha, aynan shunday. Qoyil maqom. Xuddi qaqnuslarimdek. Tashvishlanma. Qushlaringni ishlab chiqarish yakunlanib qoldi. Ammo men buning uchun Yusuf bilan uchrashasan deb o'ylovdim. Bu haqida tashvishlanganim yo'q. Men aynan sen bilan uchrashni xohladim. Chunki Kenan Kuzuzade juda noma'lum tenglama. Men esa bu tenglamani yechishni xohlayman. Bobom Vahab Kuzuzade har qanday muammoni yechimini izlar ekan, boshqa tomondan esa puzzle qurardi. Parchalarni birlashtirgach, barcha muammolar hal bo'lganini aytardi. Seni puzzlingda qaysi parchalar kam? Qaqnuslarimni qayerda ishlatishini bilishingdan shubham yo'q, Kenan. Aytmoqchimanki, kel bu ishni birga qilaylik. Taklifing meni xursand qildi. Sen bilan umumiy ulushni bo'lishni men ham juda xohlayman. Qara, parchalarni birlashtirishni boshlayapmiz.
Men bu makonni juda yaxshi ko'raman. Po'lat Alemdarning makoni. Endi Po'lat Alemdar yo'q. Men borman. U holda do'stlaring va odamlaring bilan vidolashasan. Alvida. Raskolnik. Qurollaringizni tushiring. O'ylashimcha meni izlayapsiz. O'ylashimcha sen ham meni kutyapsan. Meni juda past baholadingiz, Zeynep. Ko'shki dushmanligim o'rniga do'stligimni qozonishni tanlasayding. Menga seni o'ldirishdan boshqa tanlov imkonini qoldirmading. O'g'ling ham doim shunday o'zboshimchalik qiladi. Onu olib keting. Mete Bey bu yordamini aslo unutmaydi. Odamlar bu hayotda do'stlarini to'g'ri tanlash kerak. Zaynab haqida aytadigan gaplarim bor.
Bunday qilib ishimizni qiyinlashtiryapsan. Men sening yashashingni va men bilan ishlashingni xohlayman. Sen bilan aslo birga ishlamayman. Unda sen meni hech qanday ishimga yaramaysan. Demak, ortimdan odam ham keladi degan. Ammo bundan keyin seni mening qo'limdan hech kim ololmaydi. Yaxshimisan? Kelganingdan xursandman. Sen tashqarida kut. Qayoqqa ajnabiy yugurdagi? Qayerga ketyapsan, ablah? Sen bilan gaplashmoqchi edim, Po'lat. Meni sen bilan gaplashadigan hech narsam yo'q. Siz haqingizda hamma narsani bilaman. Zeynepni, Yusufni, hamma narsani bilaman. Har doim nimalarnidir bilish payda bo'lding. Bu seni hayotda ushlab turadi deb o'ylading. Ammo adashding miti. Aslida sen adashyapsan. Bu ma'lumot meni jonimni asrab turadigan himoya qalqoni. Meni o'ldira olmaysan. O'zimni kafolatlaganman. O'ldirsang, men bilgan hamma narsa oshkor bo'ladi. Meni hech kimdan yashiradigan narsam yo'q. O'tmishda davlatga xizmating singan deb senga sharafing bilan o'lish huquqini beraman. Aslida bo'yningga sirtmoq solish kerak edi. Lekin o'z ishingni o'zing hal qil. Bo'l. Kallangga ot. Ikki daqiqa ham erkak bo'la olmading, amata.